Novostroyka qishlik dom 68 kvadrat 3-etajda joylashgan. Soroshniga pul zararligi uchun sotyapti. Operator mana shu eshikdan kiraverish saraza mana shu yerga televizor qilgan, oynaga qarab ko'chaga chiqib ketadigan joy, mana shu yerga garderob shkaf qilgan. Birdan uylarni bitta-bitta ko'rsatib ketadi. Kattalar uchun yotoqxona, mana shu shifallarni mana shu dahshat qilgan. Bu yerga televizor bor, televizor bor. Do'stlarni divan, ortopedический matras. Bu endi zal bo'ladi, zal qismi bo'ladi. Juda ham kattagina, miyaki mebel. Nima ko'rayotgan bo'lsangiz mana shu uyda hammasi qoladi. Televizorgacha, televizor zonada mana shu yorug'orishim qilgan. Terezasi bor. Endi ayollarimiz yaxshi ko'radigan bitta kuxnini ko'rsatamiz, operator. Холодильник turibdi LG, mebel qilgan, gaz plita, vitishka, tereza, duxkonturnik xato bor, chunki uyga shunday kirsam juda ham issiqgina. 6 qavatlik Novostroykani 3-qavatda joylashgan. Bilasizlar, 2-3-qavatlar juda ham xadavoy bo'ladi. Ana endi bolalarimiz uchun bitta yotoqxona. Bu xonamiz 68 kvadrat 3 xona bo'ladi. Bitta bolalar uchun yotoqxona, bitta kattalar uchun yotoqxona, bir zal kuxni bo'ladi. Mana shu общий sanuzel bo'ladi. Dushovoy kabina ham qo'ygan, operator stralniy mashina, hamma sharoit bor. Kimga mana shu xona qiziq bo'lsa, agar biz pastda nomer qoldiramiz. Srochni aloqaga chiqinglar. Narxi 69900. Sunnatiga muvofiq ozgina savdo qilib beraman deyaptilar. Bizlarning qolib qo'ymasligi uchun podpisatsiya tugmasini bosib qo'yinglar. Hammalaringizni yaxshi ko'ramiz.